Dante Alighierining Ilohiy komediya asari bu shunchaki kitob emas, bu inson ruhining sayohatidir. Asar Dante qorong'u o'rmonda yo'lini yo'qotgan joydan boshlanadi. Bu o'rmon hayotdagi adashish, ichki inqiroz ramzidir. Shundan so'ng u do'zaxga tushadi. Do'zax 9 qatlamdan iborat va har bir qatlam insonning turli zaifliklar va gunohlarini aks ettiradi. Bu yer qo'rqinchli tasvirlangandan ko'ra inson tabiatining chuqur tahliliga o'xshaydi. Keyin Arof boshlanadi. Bu joy umidlarga to'la joy. Bu yerda ruhlar asta-sekin poklanadi, og'riqlardan xalos bo'ladi va nihoyat jannat. Bu yerda yorug'lik, uyg'unlik va cheksiz tinchlik tasvirlanadi. Dante jannatni shunchalik nozik va orqil tasvirlaydiki, u yer so'zlardan ham yuksakdek tuyuladi. Keyingi post Ilohiy komediya asarining birinchi qismi Inferno haqida gaplashamiz. Agar do'zax tasviri va uning ramziy ma'nolari sizni qiziqtirsa, postga like bosing, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va Inferno sayohatini o'tkazib yubormaslik uchun sahifaga obuna bo'ling.